faqat oliy o'quv yurtida o'qish uchun bilim olish kerak degan tushuncha bor. Ovqatim bilan uyqum normal bo'lmaganda, oxirida uxlaganman. Bu paytda intellekt emas edi, boshqa nom bilan atalardi. Maktabda hozir 80% desam adashmayman, o'quvchilar bilimga qiziq. Assalomu alaykum. Intellekt o'quv markazimizdagi Intellekt Talk podkastimizni navbatdagi sonini sizlarga havola qilsak. Va bugungi podkastimizning mehmoni Ilg'or aka Tashmetov. Ushbu podkastimizga xush kelibsiz. Taklifimizni qabul qilganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Assalomu alaykum. Sizning ta'lim yo'lingiz qanday bo'lgan? Kimyo faniga qiziqish qayerdan va qanday paydo bo'lgan? Biz oilada 5 ta farzandmiz, 5 o'g'il. Otam yoshligimizdan bizga hammamizga qanday sohada ishlashimiz, qanday kasb mutaxassisi bo'lishimizni o'qitib kelardi. Katta akamizga sen shifokor bo'lasan, keyingi akamizga sen usta bo'lasan, menga esa sen meni o'rnimga o'qituvchi bo'lasan dedi. Chunki adam qishlog'imizda taniqli ximiya ustozlaridan biri bo'lgan Tashmetov Muslim aka. Shuning uchun menda maktabda birinchi ximiya fanlari boshlanganda ximiyaga qiziqish uyg'ongan. Har doim rayon, oblast olimpiadalarida yaxshi o'rinlar olib, qiziqishim yana ham kuchayib borgan. Keyinchalik oliy o'quv yurtiga kiradigan paytda adam bilan Chimkent shahriga borib, o'qishga hujjat topshirishga borganimizda Muxtar Avezov universiteti oldidan o'tib ketayotganda reklamasini ko'rib qoldim-da. Shu yerda ximiya texnologiyasi deb yozib qo'ygan. Ada dedim, shu yerda o'qiyman, men texnologiya o'qiyman deganda, yo'q o'g'lim. Sen meni o'rnimga mana shu qishlog'imizda ximiya o'qituvchisi bo'lishing kerak, bolalarga bilim berishing kerak deb turib, meni pedinstitutga hujjat topshirishga olib borgan. Shu asosda mana ota kasbni egalladim. Xudoga shukr, yomon bo'lmayapti. O'zimdan xursandman shu kasbni egallaganim uchun, ximiya o'qituvchiligim. Rahmat javobingiz uchun. Bilim olish inson taqdiriga qanday ta'sir qiladi? 21-asrda bilim olish qanchalik muhim? Hozirda bizda o'quvchilarda hamda ota-onalarda shunaqa fikr paydo bo'lib qolgan. Faqat oliy o'quv yurtida o'qish uchun bilim olish kerak degan tushuncha bor. Aslida bu xato tushuncha. Chunki inson faqat oliy o'quv yurtida bilim olish uchun emas, hayoti mobaynida qiyinchiliklarga uchramaslik uchun, hayotidagi paydo bo'ladigan har qanday muammolarni ilmiy jihatdan oson hal qilish uchun ham o'qish kerak. U sohani tanlaganmi, tanlamaganmi, buni qizig'i yo'q. Bilim har doim insonning tafakkurini ko'taradi. Ana shu tafakkur yordamida inson hayotdagi qiyinchiliklarni oson yengib o'tadi. Masalan, bitta misol keltirishim mumkin. Hozir qandaydir bir savdo do'konlariga kirsangiz, hamma yoqda ximiyaviy mahsulotlar. Oziq-ovqat bo'lsin, qurilish mahsulotlari bo'lsin yoki turmush mahsulotlari bo'lsin. Ana shular odamlar ko'r-ko'rona olib foydalanaveradi. Ximiyadan xabari yo'q bo'lganligi uchun ulardan to'g'ri foydalanmaydi. Agar ximiyadan xabari bo'lganda, ularni o'zini sog'lig'iga zarar qilmaydigan darajada foydalangan bo'lishi kerak. Yigirma 4 yillik maktab faoliyatingiz hamda o'quv markazidagi 9 yillik tajribaga ega ustoz sifatida hozirgi shogirdlaringizda qanday muammolarga duch kelasiz va qiyinchiliklarga duch kelgan shogirdlaringizga ustoz sifatida qanday rag'batlantirasiz yoki to'g'ri yo'l ko'rsatasiz? Aslida maktab faoliyatim 24 yil bo'lgani bilan o'quv kurslarida faoliyatim undan ko'proq. Chunki men o'quv kursini birinchi bo'lib 5-kursda o'qiyotgan paytimda Angren shahrida boshlaganman. Shu yerda diplom ishini birga yozgan ustozimiz Abduvahhab aka bilan
abituriyentlarni tayyorlab berganmiz. Keyinchalik maktabga kelgandan keyin 2001 yil maktabga kelgan bo'lsam, bizda qishloqda hali unday o'quv markazlari, o'quvchilarni tayyorlash degan narsalar yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da, men o'zim qiziqishim bo'lganligi uchun bolalarni qo'shimcha darsga tayyorladim. Lekin tekin bo'lgan. Shu joyda birinchi qiyinchilikka duch kelganman. Odamlar tekin narsani qadriga yetmas edi. Aha. To'g'ri. Qadrlashmadi. Keyinchalik o'z uyimda, keyin maktabda alohida xona ajratib berishgan. Yana faoliyatimni davom ettirganman. Va bundan 9 yil oldin Shuhrat aka intellekt o'quv markaziga, bu paytda intellekt emas edi, boshqa nom bilan atalardi. Chaqirgandan keyin birgalikda mana Shuhrat aka, Nurbek va boshqa ustozlar bilan, Ziyoda opay bilan birgalikda faoliyat yurityapmiz. Endi savolni asliga kelsak, o'quvchilardagi qiyinchiliklar. Hozirgi kungi o'quvchilardagi qiyinchiliklar birinchi diqqat, xotira, iroda, ozgina sabr deymizmi? Ana shunday kamchiliklar bor o'quvchilarda. Endi buni sababi albatta hozirgi zamonaviy sharoitlardan kelib chiqadi. Hozirgi o'quvchilarimiz ko'proq yosh paytlarida zamonaviy gadjetlardan, internet ma'lumotlaridan qisqa videolar, qisqa ma'lumotlarni olib o'rganganligi uchun uzoq muddatli, 1 soatli, yarim soatli darslarga diqqatini jalb qiladi. Shuning uchun o'quvchilarga yangi mavzuni tushuntirishda ancha qiyinchilik bo'ladi. Keyinchalik xotira rivojlanish uchun bilasizlar, kitob o'qish kerak, ilm bilan shug'ullanish kerak. Bizning yoshlarimiz hozir ko'p kitob o'qishmaydi. Shuning uchun ularda eslab qolish qobiliyati juda past. Hozir ko'p o'quvchilar o'zlarimga kelishadi. Ustoz, o'qiyapman, esimda qolmayapti, nima qilsam bo'ladi deganday o'zlarini qiyinchiliklarini aytib o'tishadi. Undan keyin iroda yoki sabr deganim qisqa vaqt ko'proq narsani kinolardagiday ma'lum yo'l o'tdi, boyib ketdi, ma'lum yo'l o'tdi, olim bo'lib ketdi. Ya'ni o'quvchilarimiz ana shu har bir qadamdagi kichkina g'alabalarga qanoat qilish kerak. Ana shu kichkina g'alabalar bir kun uni ulkan yutuqlarga olib kelishadi. Ana shunday qiyinchiliklar bo'lyapti. Endi ana shu kamchiliklarni yo'qotish uchun qanday maslahatlar beradi? Endi u maslahatlarni uyda ota-ona berish kerak avvaldan. Agar farzandni bilim sohasiga yo'naltiradigan bo'lsa ota-ona, unga yoshlikdan boyagi hozirgi zamonaviy gadjetlardan uzoqlashtirib, ko'proq kitob o'qishni, yosh paytida hali aniq fan tanlamagan paytda til o'rganishni, masalan, hozir ingliz tili hamma tomonlama kerak bo'ladi. Ingliz tilini 5, 6, 7 sinfdan ota-onalar bolalarga o'rgatsa, u osonroq o'rganiladi yosh bolalarda. Keyin yuqori sinflarga kelgan paytda shu qanaqa sohani tanlasa, shu sohaga berish kerak. Shunda o'qish uzilib qolmaydi, davomiy bo'ladi, oson o'zlashtirish bo'lib ketadi. Undan keyin yana bir endi o'quvchilarga maslahatim, reja bilan ish qilish kerak. Rejani to'g'ri tuzish kerak. Kun tartibi bo'lishi kerak. Masalan, shunday holatlar bo'ldi, o'quvchilarim juda ham ko'p mehnat qiladigan o'quvchilarim biroz vaqtdan keyin charchab qolish yoki bo'lmasa bosh miya faoliyatida qandaydir kasalliklarga chalinib qolgan o'quvchilarim bor. Bu albatta kechalari o'qib, vaqtida uxlamasdan o'zini zo'riqtirib qo'yishdi. Shuning uchun hozirgi o'quvchilarimga men ota-onalarga ham shuni maslahat beryapman. Soat 10, uzog'i 11 dan keyin bolalar dars qilmasin. Yotib uxlasin, ertalab vaqtliroq turib dars qilish kerak. Chunki ana shu paytda buni shifokorlar ham o'zi tavsiya beryapti. Odam dam olish uchun kerak eng foydali gormonlar shu paytda ochiladi. Shuni o'tkazib olmasligimiz kerak. Keyin ana shu takroriy o'qish kerak. Va agar bilgan narsalari bo'lsa, yonidagi o'rtoqlariga o'rgatadigan bo'lsa, bu ularni bilimiga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi.
deb o'ylayman. Ish jarayoningizda sizga eng ko'p ilhom beradigan jihat qaysi? Muhit, natija yoki nima? Juda ham yaxshi savol. Hozir bizda mana o'quv markazida ham ishlayman, maktabda ham ishlayman. Ota-onalarda bir savol ko'tariladi. Kimdir aytadi, kimdir aytmaydi, lekin orada yuradi. Shuni men eshitaman ko'p. Maktabda ham o'qitadi, o'quv markazida ham o'qitadi. Maktabda nega shunday natija ko'rsatmaydi? Yoki tekin bo'lgani uchunmi? O'quv markazida pulga o'qitgani uchun natija ko'rsatadimi deganda. Albatta bizning bilim samaramizga muhit juda katta ta'sir qiladi. Maktabda hozir 80% desam adashmayman, o'quvchilar bilimga qiziq. Qolgan 20% qiziquvchan o'quvchilar uchun bu xato muhit hisoblanadi. Chunki dars vaqtida fikr bo'linadi, tanaffus paytlarida boyagilar bilan gaplashgan paytda ana shularning ta'siri ostiga tushib qoladi. O'quv markazidagi muhit juda katta, yaxshi. O'quv markaziga faqat o'qiyman degan odamlar keladi. 100% desak ham adashmaymiz endi. Ikkita kamchilik bo'ladi albatta. To'g'ri. Ko'pincha o'quvchilarimiz o'qiyman deb kelgandan keyin muhit juda yaxshi. Bilim olishimizga endi natija, albatta rag'batlantirganda natija. Bizni o'quv markazimizda necha yil ishlagan bo'lsam, o'quvchilarimiz 60, 70, 80% gacha grantlarga tushib natija ko'rsatish. Bu bizni ishimiz to'g'riligidan bir yo'lidan bo'lsa, lekin eng menga rag'batlantiradigan narsa bu emas. Menga eng yaxshi rag'bat beradigan narsa bu o'qishga kirgan studentlarimizni bizga aloqaga chiqish. Sizlarga qaytadan ingliz tilida feedback deb aytamiz-ku, o'z minnatdorchiligini bildirish. Juda to'g'ri aytasiz. Kichkina SMS keladi, kutilmaganda. Eng qizig'i bu eng yaxshi o'quvchilardan kelmaydi. O'rta hol, juda past o'qigan o'quvchilardan kichkina SMS keladi. Ustoz, men o'qishda o'qiyapman. Siz bilim bergan paytda men ancha qiynalgan edim. UBTda ham yaxshi ball olmadim, lekin hozir guruhning eng zo'riman. O'zim bilmagan ekanman, shunday yaxshi bilim bergan ekansiz deganda yoki ota-onalardan rahmatnomalar kelib qoladi. Ana shular bizni ishimizga juda zo'r rag'bat beradi. Ana shunday SMSlardan keyin men biz to'g'ri yo'lda ketyapti ekanmiz. Mana shu ishimizni to'xtatmasdan davom ettirishimiz kerak degan fikrga kelaman. To'g'ri. Tarbiya vaqtida ham aytadiku, ota-ona to'g'ri tarbiyasi bolaga nima deydi? Ta'sir qiladi. Muhit eng ko'p protsent shu kitoblar, olimlar aytishadi, kitoblarda eng ko'p anaqa ota-onaning tarbiyasidan ham muhitni protsenti juda ham katta. Bolani o'qishiga, rivojlanishiga. To'g'ri aytasiz. Muhitning natijasi haqida ota-onalarga quyidagicha maslahat beraman. Mana bizda o'quv markazimizda har yili ota-onalar yig'ib majlis qilib farzandlar haqida gapirib o'tgan paytimizda farzandlaringizni atrofini tozalab qo'ying deyman. Ota-onalar tushunmaydi, nimani tozalab qo'yish kerak. Men aytaman, farzandingiz o'qishni tanladimi, yonida o'qiydigan bolalar bo'lsin. Do'stlari ham o'qiydigan bo'lsin. O'qimaydigan do'stlar farzandingizga xato yo'l boshlaydi degandek. Ana shunda ham ta'sir bo'ladi. To'g'ri. Rahmat javobingiz uchun, juda ham chiroyli javob bo'ldi. Hamda podkastimizning yakuniy savoli: ustoz sifatida sizning yo'lingizdan kelayotgan shogirdlarga nima nasihat berasiz? Albatta, birinchi navbatda juda katta sabr toqat tilayman. Chunki bu yog'iga oson bo'lmaydi. To'g'ri. Bu yog'iga oson bo'lmaydi. Chunki hozir mana yildan yilga kelayotgan o'quvchilarimizni bilim saviyasi juda past. Hatto karajatlarni oddiy qo'shish ayrishni bilmaydigan o'quvchilar bilan ishlashga to'g'ri keladi. 10-11 sinf o'quvchilarimi? Xuddi shunday 10-11 sinf o'quvchilari shunday ahvolda kechyapti.
Shuning uchun o'zimni shogirdlarimga, mana shu meni mehnatimni davom ettirgan shogirdlarga juda ham katta sabr toqat tilayman, birinchi. Keyin ikkinchi navbatda ularga o'z ustida doimiy ishlashni. Ya'ni disiplina. Chunki hozirgi yoshlar juda katta informatsiyaga ega ular. Juda katta informatsiyaga ega. Chunki internet orqali ko'p narsalarni bilib olishadi. Ularni lol qoldirish uchun, ularni qiziqtirish uchun katta mahorat kerak. Katta mahorat kerak. Keyin navbatda ularga ota-onalar va o'quvchilar tomonidan keladigan tanqidlarni to'g'ri qabul qilishni taklif qilaman. Chunki unday bo'lib turadi. Mana shu tanqidlarni to'g'ri qabul qilganda unga qarshi javob qilish emas, shu tanqidga qarab turib o'zimizni kamchiligimizni yo'qotishimiz kerak. To'g'ri qabul qilishimiz kerak birinchi navbatda. Chunki menda shunday voqealar bo'ldi. Qancha yillik stajga ega bo'lsam ham, bir kuni bir masala ustida o'quvchilar bilan bosh qotirayotgandik. Bir o'quvchi chiqdi, shu masalani eng oson yo'l bilan ishladi. Men umuman hayolimga kelmagan yo'l. Mana shunday voqealardan keyin beshikdan qabrgacha bilim izla degan maqolning to'g'riligiga amin bo'ladi odam. Yana shogirdlarimga eng so'nggi aytadigan fikrim, albatta o'z kasbini ustasi bo'lsin va o'z kasbiga muhabbat qo'yamiz. Ana shunda uning ishida har doim yaxshi ular bo'ladi deb o'ylayman. Kasbini sevmagan mahir ustasi bo'la olmaydi. Albatta. Juda ham qiziqarli podkast bo'ldi. Men o'zimga qancha ko'ksimda yurgan qancha savollarga javob topdim ushbu podkastdan. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Kelasi ishlaringizda yana ham muvaffaqiyatlar tilab qolgan holda bugungi podkastimizni tamomlaymiz. Sizlarni YouTube, Instagram hamda TikTok sahifalarimizda o'z izohlaringizni kutib qolamiz.